Assalomu alaykum. Hayot dengizida oila kemasining eshkagini eshishga qiynalyapsizmi? Vijdon azoblaridan qutulishning chorasini topolmayapsizmi? Dil yaralarini davolashda qanday malhamlardan foydalanishni bilmayapsizmi? Aqliy va jismoniy mehnatdan toliqdingizmi? Armonga aylangan orzularingizni ushalishini xohlaysizmi? Ruh qozonida fikr taomini tayyorlash uchun qanday masalliqlardan foydalanishni bilmayapsizmi? Ko'ngil saroyini bezatish uchun vaqt valyutasidan qanday foydalanishni bilmayapsizmi? Alloh bilan munosabatingizni to'g'ri yo'lga solishda mulohaza tulporingizning oyoqlari oqsayaptimi? Ong bulog'i doimo qaynab turishi uchun fikrlash tarziga nuqta qo'yayotgan to'siqlarning nima ekanligini bilmoqchimisiz? Shu kabi savollar sizni qiynayotgan bo'lsa, O'zbek oyim nomli donishmandlar ravnaqi hamjamiyatining yetakchisi Inobatxonim Abiyevaning Telegram kanaliga ulanib oling va har yakshanba soat 9 dan 10 gacha bo'ladigan hayot falsafasi fanidan berilayotgan onlayn darslarimizni kuzatib boring va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. O'zingizni qiynayotgan va qiziqtirayotgan savollaringiz bo'lsa, shu Telegram kanalimizga yo'llang. Baholi qudrat javob beramiz.